Assalomu alaykum. Ushbu videoda kriptografik protokollar fanidan FIDO2 va web autentifikatsiya protokollari asosida parolsiz autentifikatsiya mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Protokol bizga kerak bo'lishi uchun, ya'ni protokol bizga nimadir muammoga yechim bo'lishi kerak. Ushbu yechimni biz keyinchalik foydalanishimiz uchun undan oldin demak muammoni ko'rib chiqadigan bo'lsak, xavfsizlikni ta'minlashda parollarning o'zi bo'lishi nimaga yetarli emas. Ya'ni bizda o'z an'anaviy parollarimiz bor. Ushbu parollarning bo'lishi nimaga yetarli emas? Sababi birinchidan zaif parollar, ya'ni ko'pchilik oddiy ketma-ket raqamlardan yoki klaviaturada joylashgan ketma-ket harflardan foydalanadi yoki eng ko'p ishlatiladigan so'zlar, shunga o'xshash parollardan foydalanadi. Ya'ni bu parollar zaif hisoblanadi. Keyingisi phishing hujumlari, ya'ni tezkor generatsiya orqali saytlardan demak parollarimizni oson topib olish mumkin bo'ladi hujumchilarga, yoki ma'lumotlarning sizib chiqishi. Agar biz sayt yoki brauzerlarda aynan parol bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lsak, ushbu sayt demak hujumga uchragan payti ma'lumotlar tarqaladigan bo'lsa, sizib chiqadigan bo'lsa, bizni shaxsiy ma'lumotlarimizga kirish huquqiga ega bo'ladi. Bundan tashqari demak unutish muammosi, ya'ni bu insoniy faktor deydi. Demak, aynan ko'p parollarni eslab qolish qiyin, qayerlardadir yozib olib yurish kerak yoki qayerdadir har doim saqlab yurish kerak. Bu aynan foydalanuvchilarga muammolarni tug'diradi. Demak, bizda parolning bo'lishi bu muammo ekan. Bu muammoni qanday yechamiz? Muammoni shunchaki tashlayveramiz. Ya'ni parolsiz autentifikatsiya qilamiz. Yechimimiz shu. Murojaat demak, sayt yoki serverga murojaat davomida biz shunchaki parolsiz autentifikatsiyadan foydalanishimiz kerak. Bu qanday amalga oshiramiz? Aynan FIDO2 protokoli asosida. FIDO2 protokoli. FIDO so'zi o'zi nimani anglatadi? Fast Identity Online Second Game, ya'ni ikkinchi avlod tezkor tasdiqlash, onlayn tezkor tasdiqlash protokoli yoki standart desak ham bo'ladi. Ya'ni u ikkinchi avlodi. Xo'p, FIDO2 bu parolsiz autentifikatsiya uchun yaratilgan ochiq xalqaro standart. Foydalanuvchilarning barmoq izi, yuz tanish yoki maxsus kalit orqali xavfsiz tarzda tizimga kirish imkonini beradigan standart. Ya'ni o'zida yopiq kalt, ochiq kalitlar juftligini saqlaydi. Qurilmada demak yopiq kaltni har doim qurilmani ichida qolishini ta'minlaydi. Demak, FIDO haqida qisqacha 2013-yilda tashkil etilgan xalqaro tashkilot, demak Google, Apple, Microsoft va shunga o'xshash yirik korxonalar a'zo bo'lgan. Demak, kriptografik parollar kaltlar juftligini ishlatadi. Barcha brauzerlarda bugungi kunda qo'llab-quvvatlanadi. Qisqacha mazmuni quyidagicha. Demak, biz user sifatida, ya'ni foydalanuvchi sifatida biror bir serverga murojaat qiladigan bo'lsak, ya'ni autentifikatsiya qilishimiz kerak. Demak, autentifikatsiya bo'lish uchun oldin avtorizatsiya bo'lgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni birinchi navbatda biz serverdan ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak. Serverdan ro'yxatdan o'tamiz. U yerga demak o'zimizni ma'lumotimiz kiritiladi. Birinchi navbatda masalan username kiritildi. Undan keyin parol o'rniga biz o'zimizni autentifikatsiya ma'lumotimizni kiritamiz. Ya'ni parol o'rniga. Bu jarayonda bizda web autentifikatsiya protokoli yordam beradi. Aynan autentifikatsiyadan foydalanish jarayonimizda esa STAP protokoli yordam beradi. Endi ushbu to'liq jarayon demak FIDO standarti deb ataladi. Ya'ni biz foydalanuvchi sifatida qandaydir o'zimizni ma'lumotimizni masalan ID karta orqali men o'zimni ma'lumotlarimni tasdiqladim va shu orqali men serverga kirish huquqiga ega bo'ldim. Serverdan ma'lumot izlash yoki foydalanish huquqiga ega bo'ldim. Demak, men ID kartamni tasdiqlash jarayoni STAP protokolida, u demak serverda autentifikatsiyasini esa web autentifikatsiya protokoli o'z zimmasiga oldi. Xo'sh, ushbu to'liq jarayon FIDO2 protokoliga tegishli. STAP nima? STAP bu client to autentifikator, ya'ni foydalanuvchining autentifikator bilan foydalanish jarayoni desak bo'ladi. Ya'ni brauzer tashqi qurilma autentifikatori bilan o'zaro aloqa o'rnatadigan til.
ya'ni ushbu protokol asosida demak meni masalan ko'rsatganda ID kartam brauzerga ulanadi, bog'lanadi. Ya'ni shu jarayonni bizda stop protokoli amalga oshirib beradi. Quyida rasmda ko'rishimiz mumkin. Demak, mijoz autentifikatorga murojaat qilyapti. Autentifikator aynan bizni shaxsimizni tasdiqlash uchun o'z ma'lumotlarini serverga jo'natyapti va shu orqali bizni shaxsimiz tasdiqlanishi ko'rsatib o'tilgan. Xuddi shu jarayon, demak, remote serverga web autentifikatsiya protokoli asosida murojaat qilinyapti. Bu yerda demak stop protokoli bizda shaxsimizni tasdiqlashda autentifikatordan foydalanish jarayonini ko'rsatib o'tgan. Bu yerda demak kriptografiyasi keltirib o'tilgan, ya'ni ma'lumotlarimiz bayt ko'rinishida, demak biz autentifikator qurilmani ichida qayta generatsiya bo'ladi, hashlanadi, imzolanadi va serverdan kelgan so'rovni biz autentifikatsiya jarayonida demak tasdiqlab unga jo'natamiz, so'rovga respons javob beramiz. Shu orqali bizni autentifikatsiya, ya'ni shaxsimizni tasdiqlash jarayoni amalga oshadi. Hop, stop protokolini qisqacha tushunib o'tdik. Endi web autentifikatsiya protokoli. Bu aynan brauzerga o'rnatilgan JavaScript API, ya'ni funksiyalar orqali ishlaydigan, birinchisi ro'yxatdan o'tishda, ikkinchisi kirishda imzoni tekshiradigan funksiyalar. Hozirgi kunda bu APIlarni deyarli emas, to'liq hamma brauzerlar qo'llab-quvvatlaydi. Serverdan kelgan bir martalik raqam, ya'ni challenge-ni qurilmaga uzatadi va qurilma imzolangan javobni qaytaradi. Ya'ni biz foydalanuvchi user murojaat qiladigan qurilma serverga javob qaytaradi. Demak, obyekt ushbu web autentifikatsiya protokoli qanday ishlaydi? Unda 4 ta obyekt bor. Demak, foydalanuvchi agenti, agent sifatida biz brauzerni olyapmiz, ya'ni ixtiyoriy platforma bo'lishi mumkin, bu boshqa bo'lishi mumkin. Keyingisi bog'liqlik, ya'ni o'zaro ma'lumot almashish jarayoni va autentifikator. Shu 4 ta jarayonni ko'rib o'tdik. Keyingisi ya'ni bu standart web autentifikatsiya protokoli. JavaScript API, ya'ni ish jarayoniga keladigan bo'lsak, demak bu asimmetrik kalitlar orqali ishlaydi. Demak, ochiq kalit juftliklari yaratiladi. Ochiq kalit va yopiq kalit. Demak, yopiq kalit foydalanuvchida qoladi. Ochiq kalit esa demak serverga uzatiladi. Ya'ni ommaviy kalit taqdim etildi. Autentifikatsiya so'rovi, demak server mijozga qarab so'rov jo'natadi. Bu so'rov challenge sifatida keldi. Challenge-da endi demak foydalanuvchi qabul qildi. Qurilmamiz uni kelgan challenge-ni tasdiqlashi kerak. Ya'ni o'zini bizni biometrik ma'lumotlarimiz asosida yoki ID kartamiz, xullas bizning ma'lumotlarimiz asosida o'zini demak imzosini joylashtiradi. Shu orqali kriptografik imzo yaratiladi va imzoni serverga jo'natib yuboradi. Server o'zidagi ma'lumotlarni tekshiradi va ushbu jarayon bizda autentifikatsiyani tashkil etadi. Demak, mana autentifikator, user agent, ya'ni user agent browser, bu server. Demak, userimiz murojaat qilyapti, serverga so'rov jo'natdi. Menga challenge, ya'ni so'rov ber deb, ya'ni autentifikatsiya kerak deb biz serverga murojaat qildik. Server bizga so'rov jo'natdi. So'rovdi, ya'ni birinchi marta bu ro'yxatdan o'tish jarayoni. Ro'yxatdan o'tayotganda biz o'zimizning shaxsiy ma'lumotimizni kiritdik, masalan username kiritdik. Usernamedan keyingisi bizda username'ni tasdiqlash uchun paroldan foydalanish. Biz demak paroldan foydalanmaymiz, uning o'rniga biometrik ma'lumotlardan foydalanishni tanladik va shu orqali biometrik ma'lumotimizni raqamli ko'rinishga o'tkazib, uni raqamli ko'rinishda demak serverga uzatadigan bo'ldik, ya'ni ochiq kalit sifatida. Ya'ni ochiq kalit bizga ochiq kalit, yopiq kalit yordamida bizni ma'lumotimizni imzolab, demak raqamli ko'rinishda imzolab serverga jo'natdik. Server o'ziga buni birinchi marta qabul qilib oldi va ro'yxatdan biz muvaffaqiyatli o'tdik. Autentifikatsiya jarayoni xuddi shu jarayon. Endi server autentifikatsiya jarayonini tasdiqlash, avtorizatsiyani ko'rib o'tdik. Demak, saytda ro'yxatdan o'tib ma'lumotlarni kiritib oldik saytga. Endi ma'lumotlarimizni tasdiqlashimiz kerak. Ma'lumotlarni tasdiqlash jarayonida demak yana challenge bizga, ya'ni so'rov
autentifikatsiya kerak deb murojaat qildik, bizga challenge berdi. Endi o'sha challenge bizga ya'ni so'rov keldi. U so'rov autentifikatsiya so'rovi. Autentifikatsiya so'rovini biz o'zimizni autentifikator qurilmamiz yoki ID karta bo'lishi mumkin yoki barmoq izi, yuz farqi yo'q. Shu asosda boya kiritgan ma'lumotimiz bo'yicha demak tasdiqladik va so'rovga jo'natib yubordik. Qayta jo'natib yubordik respons sifatida va server o'zidagi ma'lumotlar bilan solishtiradi. Demak, to'g'ri kelsa bizni muvaffaqiyatli saytga kirishimiz, server xizmatidan foydalanishimiz mumkin. Agar to'g'ri kelmasa, demak ma'lumotlarimiz inkor qilinadi. Xo'p, asosiy komponentlar autentifikator, foydalanuvchi qurilmasi, ya'ni aytib o'tdim buni yuqorida, klient, ya'ni biz o'zimiz va server. Qanday ishlaydi? Buni tepada ko'rib o'tdik. Demak, kirish bosiladi, server challenge yuboradi, foydalanuvchi barmoq izi, pin yoki yuz, xullas barmoq izi kabi vositalardan foydalanadi. Qurilma challenge-ni imzolaydi. Ya'ni kelgan so'rovni qurilma imzoladi. Shu orqali server imzoni tekshiradi va shu orqali bizga ma'lumot taqdim etadi. Barmoq izi, yuz tanish, pin kod, xavfsizlik kalitlari, autentifikatsiya turlari bo'ladi. Qanday ishlaydi? Misol sifatida mana Marley o'zini kompyuteriga kelib o'tirdi va insurance, ya'ni sug'urta kompaniyasiga hatto kirmoqchi. Ya'ni biz bilamizki, sug'urta kompaniyalarida demak bizda oldindan ma'lumotimiz bu yerda saqlangan sifatida ko'rilyapti. Demak, sug'urta saytiga kirdi, o'zini ismini kiritdi va login tugmasini bosdi, ya'ni o'zini kabinetiga kirmoqchi. Bu demak bu jarayonda biz ma'lumotni tasdiqlash uchun aynan sug'urta jarayonida demak biz o'zimiz yuz tuzilishimiz yoki barmoq izimizdan foydalanishimiz mumkin. Demak, ushbu jarayonda authenticate herself, ya'ni o'zini tasdiqladi. Demak, tekshiruv jarayoni sug'urta saytida muvaffaqiyatli amalga oshdi. Demak, Marley xursand chunki u o'zini nimasiga, kabinetiga muvaffaqiyatli kirishni amalga oshirdi. Demak, xavfsizlik afzalliklari: phishingga chidamli, parolsiz deb chiqishi yo'q, ya'ni umuman parol saqlanmaydi bizda. Man in the middle himoyasi, demak tezkorlik, qo'llab-quvvatlashlar, afzalliklari bir talaygina, ya'ni oddiy parolga nisbatan bizni shaxsiy biometrik ma'lumotlarimiz orqali yoki qo'shimcha qurilmalar, masalan ID karta yoki qo'shimcha qurilmalar orqali demak shaxsni tasdiqlash oddiy parolga qaraganda samaraliroq hisoblanadi. Haqiqiy hayotda qo'llanish, ya'ni autentifikator turlari: Windows Hello, Touch ID, Androidda biometrik iz, ya'ni demak ko'rsatib o'tilgan brauzerimiz Chrome browserda profilni tasdiqlash jarayoni, demak mana ko'rsatib o'tilgan test uchun demak o'zimizni barmoq izlarimizni olyapmiz. Demak, barmoq izida yuzni password o'rniga demak barmoq izi orqali autentifikatsiyani amalga oshirib ketyapmiz. Xo'p, roaming autentifikator, e'tiboringiz uchun tashakkur. Demak, hozir biz buni Google saytida ixtiyoriy ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun yangi oyni ochib olamiz. Xo'p, ixtiyoriy masalan student kirishni tasdiqlashimiz kerak. Bizda ma'lumot demak saqlangan bu yerga, serverga, demak oldindan. Endi bu ma'lumotni mana bir marta bosdim. Demak, bizda bir marta tasdiqlashni so'rayapti. Ya'ni biz hozir serverga murojaat qildik, server bizga javob jo'natdi. Demak, men barmoq skanerimni bosdim, mana barmoq izi orqali tasdiqlandi. Endi bu ma'lumotlarni endi kiritildi. Demak, bu qo'shimcha autentifikatsiya jarayoni edi. Shu orqali biz demak ma'lumotlarimizni saytga kiritdik. Endi qo'shimcha kapchasini kiritadigan bo'lsak, demak tizimga kirish bizda muvaffaqiyatli amalga oshdi, demak ko'rishimiz mumkin. Xo'p, shu orqali biz o'zimizni autentifikatsiyamizni FIDO orqali ta'minladik. E'tiboringiz uchun tashakkur.